Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Mana bugun biz 30-oktyabr hafta kuniga payshanba Kitob tumani Market Mol bozoridan video olishni boshladik. Akalar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Nasib etsa mana zo'r savdo bo'lib o'sha joydan olishni boshlaymiz. Mana shu sigir. Mana sigir savdo bo'lyapti akalar. Bo'g'oz 3 oylikka bo'g'oz. Nechiga bordi bu? 20 millionga yo'q. Bo'ldi, 20 millionga baraka sotildi akalar. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Ana, bo'g'oz sigir. Zo'r sigir. Hattoramma berga. Ana akalar. Ha, sotamiz o'zi 20 qancha? 10 bizdan bo'lmaydi. Qancha bo'pti? Az. Ha? Sotildi. Ha, sotadi. Olgan ham sotadi aka, nima farqi bor? To'g'rimi? Mana bu molayni. Bu nech pulga akalar? Assalomu alaykum. Nech pulga bordimi savdosi? 13 ga berdi. Akalar 13 ga baraka bo'ldi bu. Bu ham bo'g'oz, ha? Noma'lum. 13 ga baraka. Qaynar bozor. Qaynar bozor. Ana akalar 13 ga baraka bu. Ona balalardan olamiz akalar. Eng kichkinasi. Assalomu alaykum. Bu nech pulga bordi bu? 18 ga so'rayapti. O'zi nima deyapsiz buni? Balasi xunojin. Nechinchi bola? 4-bola. Sut nechta tog'a bunga? Ertaga kech baladan tashqari ikkita suti bor akalar. Bitta ro'zg'orni obod qiladi. Xudo xolasa 3 ta sutdan bitta ro'zg'orni boqadi akalar. Yaxshi mo'lcha ekan, 18 ga yo'q. Nomer qoldiramiz bu yoki shart emasmi? Nomer qoldiramizmi? Sizda ko'p bo'lar-ku ona bola sigirlar. Nima bo'ladi endi qiziq ayting. 33lik. 33lik. 756. 756 2248. 2248. O'rin muvofiq qo'yaga assalomu alaykum. O'rin aka zo'rmiz. Mana olalardan. Olatov. Aka bu nech pulga bordi aka? 31 ga bordi. Balag'i nojin. Nechinchi bala aka bu? 3-balasi. 3-balasi. 10 balasi ham bor. Necha oylik qoniga? 4-oyga o'tgan bo'g'oz yana akalar. 3 bosh sigir ana. Bozor nechga so'radi dedingiz? 31. 31 so'radi. O'zi nima deyapsiz? 35 bo'lsa sotaman. 35 bo'lsa sotaman deyapti aka. Suti nechta aka buni? 15 litr suti bor. 15 litr sutiga jonivor, baraka topsin. Ana akalar tutalar. 15 litr sutga deyapti akalar. 15 litr sutga deyapti. Bo'ylar akalar biri 25, biri 30 atrofiga chiqadi. Endi bu o'zimni bo'yimdan kelib chiqdi. Aytayman aka. 35. 31 ga yo'q. Aka telefon nomeri qoldiramiz yoki kerak emasmi? Ayting aka nomeri ayting. 97lik. 97lik. 87lik. 87lik. 355. 355. 1983. 1983. Akaga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Qiziqqanlar bo'lsa ana 31 ga yo'q. Bo'g'oz. Bo'g'oz yana 4 oylik bo'g'oz. Balog'i nojin. Yirik sigir lekin. Balasi ham mana akalar, balachasi ham. Mana balasi. Shivitlardan olamiz, katta sigirlardan. Mana sigir akalar. Men aytganda aytib insaf birini bo'l. Ona bola, balasi. Bu qizcha. Ko'r gap eshakka yo'q. Nech bola ekan? Eshingiz bo'lmasin. Savdo bo'lyapti bu. Aytgan Mafya. O, baraka. Nech pulga bordi savdosi aka buni? Assalomu alaykum. Yoqubjon nech pul bor savdosi? 38 milliondan yo'q. 38 millionga yo'q aka akalar.
Nechinchi bola aka bu? Birinchi. Birinchi bola. 38 ga yo'q akalar. Mana bolasi. Bolasi ham pachka. Navoz 38 ga yo'q. Ayting meni ol. 38 ga bermayapti-ku. Ayting meni ol. Yigitlardan beri aytganda Mana savdosi bo'lamiz. qo'rqmang. O barakama. Qo'rqmang mafiya. Insaf qilib o'zing yuragingdan chiqar bilaman. Yaxshi sigir ekan lekin sigir akalar. To'g'ri. Buni kallan bunday chiqim bilan ishlaydi lekin. Suti nechta ekan buni? 10 tadan kam sut bermaydi aka. 10 tadan kam sut bermaydi akalar. Lekin o'zi sigir o'zi ham aytib o'tiribdi, 10 ta sutga garantiya deb o'tiribdi akalar. Ha. 38 so'rayapti, 38 ga yo'q akalar. Bu sigir nech pul ekan aka? Nech pul ekan bu? Nech pul deyapsiz aka buni? 20 deyapsiz. Bozor nima? Bozor so'rayapti 20. Siz nima deyapsiz buni? Nech pul deyapsiz o'zingiz? Nech pul baho qo'ydingiz? 25 baho. Bozor 20 yo'q. Bolasi G'unojin. Bu sutdan chiqqan sigir. Yana qochgan aka sigir. Yana qochgan sigir. Mana bolasi. Nech pul ekan bu aka? 22 deyapsiz tog'a. 22 bola G'unojin. Nechinchi bola aka? Ikkinchi qorin 19 ga bermayapmiz. Ikkinchi qorin 19 ga yo'q. Sigir yana qochgan. 1,5 oy 2 oy. 1,5 oylik bo'pti aka. Nomer ayting aka, nomer qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar bo'lsa sizga aloqaga chiqaveradi. Buni izi bor yana sizda. 93lik 240 75 47 akaga aloqaga chiqaverasizlar. Karl Marx taksida. Karl Marx aka. Mana aloqaga chiqib so'rasizlar. Akada ko'p bo'ladi bunaqa. Bir haftaga 15 ta 20 ta tushadi aka. Bir haftada 15 ta 20 ta sigir ona bolasiga tushadi deyapti akaga. Aloqaga chiqib so'ra olaverasizlar.